Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga yangi olgan go'zallarimni ko'rsatmoqchiman va xursandchiliklarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana men 8 ta 10 ta gul oldim o'zimga. Hayit ayyomi munosabati bilan o'zim gul sovg'a qilishga qaror qildim va oldim. Monstera guli, mana katta monstera. Bundan menda monsteraning 2 xil sorti bor. Bundan ham oldim. Katta monsterani narxini so'raysizlar, qanchaga oldingiz deb. To'kka ekilgan tayyori 40 ming so'mga oldim. Philodendron degan gul ekan bu. Menda buni ham boshqacha sorti bor va buni mana shunday sortini yaxshi ko'rib qoldim. Katta bargli, shunday chiroyli ko'rinadi. Oq tuvagim bor, shunga ip olaman. Mana yangi chiqqan bargi. Buni ham 40 ming so'mga oldim. Bo'ylari katta, mana bargi qo'limcha kattaligi. Katta bargi, monsteraniki mana juda ham katta. Qo'limda 2 ta keladi. Keyin umuman o'stirib ko'rmaganman. To'g'risi olishga juda ham qo'rqqanman bu gullarni. Aglanema guli. Deyarli umuman olmaganman, chunki ko'p Telegram kanallar kuzatib boraman. Aglanema gullari ko'plarda barglari qurib, qovjirab, qurib ketyapti. Shuni hisobiga qo'rqib olmaganman. Olgan pulimga kuymayin deb endi olishga qaror qildim. Nasib bo'lsa, inshaalloh olib, chiroyli qilib, katta qilib o'stirib olaman degan umiddaman. Bu qizil sorti. Mana bunisi juda ham chiroyli ekan. Yam-yashil bargda rozve, ochiq rozve ranglar aralashgan sort bu. Bunikini nomini bilmayman. Bu Aglanema Patti dedim. Patti buyut dedim. Shunday nomi buni. Mana bittasi bargi qo'limcha keladigan uzunlikda. Patti buyut dedi bu nomini. Mana buni ham. Bu Aglanema Silver degani. Tagida detkasi ham bor ekan mana. Kichkina stakanchiklarda. Buni ham bargi juda ham chiroyli, xuddi o'rtada yaltiroq fosfori borga o'xshaydi. Bargining uzunligi juda ham chiroyli ekan. Shuncha Aglanema gullariga bir qiziqdim. Nasib bo'lsa, har xil turlarni olib o'stirishga qaror qildim. Juda ham ranglari yo'qdi, juda ham chiroyli. Bu Aglanema Diamond sorti menimcha. Shunday. Oq. Bu juda ko'p yorug'lik ko'rmagan. Agar men hozir qo'yadigan joyim juda ham yorug'likda, bu yanada oppoq bo'lib chiroyli bo'lib ketadi barglari. Keyin yana bitta sorti mana Aglanema Maria degan sorti. 1 2 3 4 5 ta. 5 xilini oldim Aglanemani. Keyin Dratsena oldim. Dratsenani menda 3 xil sorti bor. Dratsena katta messenger degani, Dratsena serrey degani va Dratsena ingichka barglisi bor edi. Bu endi Dratsena bir narsa edi nomi. Buni ham oldim. Buni 30 ming so'm, 35 ming so'mga oldim. Ishqilib gullar juda ham arzon joydan oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman o'sha yerdan olishlaringizni. Arzon narxda qulayroq gullardan. Mana bu Singonim degan gul. O'stirish juda ham oson ekan. Hamma maqtayapti. Maqtagani uchun, opaxondalarimiz maqtagani uchun, yana olib ko'rdim, shunday gul o'stirib ko'ring deganlar uchun. Juda ham chiroyli sort ekan. Nima deydi? Barglari ham, ko'rinishi ham o'ta yoqimtoy gul ekan. Shuning uchun bunga ham bir qiziqdim va 2 xil sortidan oldim. Mana bunisi rozve. Juda ham chiroyli sorti. Mana qiyshayib qopti. 2 xil sorti. Bu menimcha 10 ming so'm yo 15 ming so'mdan mana Singonimlar. Juda ham arzon narxda qulay gullari bor. Telefon nomerlarini beraman, yozib olingizlar. Telefon qilsalaringiz O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlari mavjud. Dastavka qilib beradilar xohlagan turdagi gullaringizni. Telegram kanallari ham bor. Ularni bosalaringiz bo'ladi. Bemalol arzon narxdagi qulay gullar. Menga juda ham yoqdi. Hamma joyda ko'rganimdan ham juda arzon va qulay. Aglanemalar uncha qimmat emas.
15, 20, 25, 30, 35 ming, 45 ming so'mgacha bo'lgan gullar. Mana shu aglonemalar eng arzon narxdagi qulay gullar. Opaxonlarni o'zi qimmat gullar olib keladi-da, ko'paytirib mana shunaqa qilib arzon narxdagi xaridorlarni xursand qilish maqsadida arzon narxdagi qulay gullar sotadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Olishlaringizni. Juda ham chiroyli va qulay narxdagi gullar. Mana. Kommentariy yoziladigan joyda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Hozir to'g'risi bosh esimdan chiqib qoldi. Yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib olsalaringiz bo'ladi. Aytganimdek Telegram kanallari bor. Har xohlagan narxdagi qulay gullaringizni sizlarga dastavka ham qilib yetkazib beradi. Dastavkasi ham juda zo'r va upakovkalari juda ham yaxshi bo'ladi. Gullaringizni bargiga ham o'ziga ham shikast yetmay chiroyli holatda yetkazib beradilar. Bugungi xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Endi hayitga menga eng katta sovg'a mana shuda. O'zim gullar sovg'a. Menga gullar yoqadi. Shuning uchun faqat gullar xarid qilaman ko'pincha. Xo'p. Bugungi xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Videom yoqqan bo'lsa, like bosingizlar, obuna bo'lishni unutmangizlar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.